Sotuvchi bilan xaridorning o'rtasida ko'plab nizolar kelib chiqishiga asosiy 3 ta sabab bor. Lafzi halol sotuvchilardan emasligingizni klient tushunib yetgan paytda, xaridor tushunib yetgan paytda sizga ishonmaydi. O'sha foydasi yo'q. Nima desangiz ham foydasi yo'q o'sha. Ikkinchisi, har doim xaridor rad javobini yo bo'lmasam yo'q degan so'zni eshitishi. Ya'ni xaridor sizga nimadir fikr bildirganda, u nimanidir tushuntirmoqchi bo'lgan paytda yo'q, aslida unaqa emas, aslida bunaqa, yo'q, xato aytyapsiz, yo'q, noto'g'ri aytyapsiz degan narsalarni gapiradigan bo'lsangiz, xaridor o'zini yerga urilgandek his qiladi, o'sha sizni eshitishni ham xohlamay qoladi. Ana o'sha paytda ham nizo kelib chiqadi. Eng asosiy katta sababi bu uchinchisi. Bu xaridorni mijozni analiz qilmaslik. Sotuvchi tomonidan xaridor mijoz qaysi sohada ishlashingizdan, nima mahsulot sotishingizdan qat'iy nazar, siz har doim xaridorni analiz qilishingiz kerak. Unga nima kerak? Uni muammosi nima? Nimaga yechim topa olmayapti? Siz aynan qaysi muammosiga yechim bera olasiz? Ana o'sha tomonlama siz xaridorni analiz qiladigan bo'lsangiz, siz bemalol xaridorni lol qoldirishingiz va o'zingizni xohlagan mahsulotingizni unga sotishingiz mumkin. Bir narsani bilib qo'ying. Hozirgi insonlar lo'q emas.